Assalomu alaykum O'zbekiston fuqarolari. Andijon shahriga keldim. Betboys klinikasiga keldim. Bu yerda qo'li yengil xirurg bolalar bor ekan. Jasurbek bilan Otabeklar mana varikosim bor edi. Necha yildan beri qiynar edi. Allohga ming qadar shukr, shularning yordamida mana hozir operatsiyadan chiqdim. O'zim bilan 25 metrda borish shekilli Xudo xolasa inshaalloh. Yaxshiman, mana yuring degandi, bemalol yurayapman. Og'risiz, shoysiz, hozir hech qanday og'riq ham yo'q, boshqa ham yo'q. Hozir shu og'riq berar edi. Namoz o'qishlarga ham juda qiynalardim. Xudoga shukr, endi mana bemalol namoz ham o'qirasiz ishyapti inshaalloh. Shular sababchisi Alloh o'zi shifosini bergandir asosan. Mana shu shifoxonaga kelinglar, men sizlarga maslahatim juda yengil ekan bu bolalar qo'li. Hamisha xalq xizmatida bo'lsin bu yigitlarimiz.